Kitobga e'tibor sust bo'lsa darrov, mavzu ko'tardi Xayrulla Asadov. Bilim va tushuncha to'plagan qop-qop, ha do'sting bu inson tirik kitob. Cho'lpondan gap boshlar Aflotun sari, elda hurmatini qilar ham yosh ham qari. Madaniyat bilan kamtarin xitob, kitob o'qinglar deb tirik kitob. Yo'lakda sotadi kitoblarini, millatga sochadi ilmlarini. Zulmatda go'yoki porlagan oftob, ha do'sting bu yana tirik kitob. Yo'lakda sotadi kitoblarini, millatga sochadi ilmlarini. Zulmatda go'yoki porlagan oftob, ha do'sting bu yana tirik kitob. O'zi soddagina, niyati xolis, orzu umidlarga olisdan olis. Kitob varaqlab yaqin yo'lni top, senga dalda bo'lar shu tirik kitob. Targ'ib qilayapti faqat o'qishni, bas qiling odamlar igrot o'qishni. G'aybatin qilmasdan boshqa yumush top, tinchgina yashasin bu tirik kitob. Yo'lakda sotadi kitoblarini, millatga sochadi ilmlarini. Zulmatda go'yoki porlagan oftob, ha do'sting bu yana tirik kitob. Yo'lakda sotadi kitoblarini, millatga sochadi ilmlarini. Zulmatda go'yoki porlagan oftob,